Hozir iqlim o'zgarishida biz mana masalan suv tanqischiligi boshlanib bo'ldi hozir. Shunga qarab biz intensiv bog'larga o'tkazyapmiz. Shularda tomchilash yo'li bilan o'simliklarimizni sug'orish ishlari. Biz shunda ancha suv tejab qolamiz. Biz yangi ko'chatda ekkanimizda tomchilashni o'shanda boshlashimiz kerak. Biz katta daraxtga qila olmaymiz, sababi u tomirlari yoyilib olgan bo'ladi. O'shaning uchun biz o'sha yangi ko'chatdan boshlaymiz tomchilashni. Chunki o'sha namlangan joydan tomir uzoqqa ketmaydi, shu yerdan bir joydan oziqlanadi. Shunga biz organik o'g'itlarni ham, shu tomchilash yo'li bilan mineral o'g'itlarni ham shu orqali yuboramiz.